Boqish haqida so'rabdilar. Agar odatda uchi yuradigan qushlar bo'lmasa, boqsa bo'ladi chiroy uchun. Uni faqat hali aytilgandek vaqtida suvini, ovqatini, qishda issiq, yozda salqin joyini qilib berib, ularning hayotdagi maqsadi ko'payish va yeyish. Shuni zo'r sharoitni qilib bersa, boqsa bo'laveradi deyilgan. Lekin odatda uchi yurib o'lib qolmaydigan qushlar bor. Tabiiy uni qafasga solib boqishlik makruh deyilgan. Endi hali biz odatda qafasdan chiqarib yorsak, balki o'lib qoladi u qushlarimiz. Chunki u bizni klimatga moslashmasgan, u yeydigan narsalar bizda o'smaydi odatda. Shuning uchun o'shanaqangilar bo'lsa, agar chiroyli boqaman, vaqtida qarayman desa bo'laveradi. Baliqni ham shuni singari boqsa. Xudo bizga yaratganda ularni chiroyini ko'rib maza qil, ovozini eshitib maza qil, go'shini yeb maza qildi Xudo yaratganda. Biz uchun hamma narsa. Xalaqalakum ma fil ardi jami'an deydi Xudo. Yer yuzidagi hamma yo'q sizlar uchun deydi. Qo'ydi Xudo bizga yaratganda so'yib go'shini yesin deb. Otni bizga yaratganda maza qilib minsin deb. Qushni bizga yaratganda maza qilib sayrasini eshitib rohatlanib yotsin deb. Qushni